issiqda uchib o'tkazsiz, o'zi ayrilar tashqaridan kirib. Oga, ko'chatni necha puldan olgansiz? 3,5 mingdan ko'chat. Общий summasi 1800 ta dedingiz ko'chatni. Üst sotuqqa 1800 ta, sotuqiga 600 ta da. Ko'chat 3,5 mingdan bo'lsa necha pul bo'ladi? 7 million ko'chat. Mana salafangachi xarajat. 400 ming salaf, kapelnisaga 1 million ketdimi? Ha, bor bacholar bilan. Nasos, bacho. Nasoslar bilan 5 million. Salafan bilan 6 million deylik. Ko'chat 7 million dedingizmi? 6-7 bo'lsa 13 million. Tbilisidan tashqari 13 million, to'g'rimi? 13 million bo'lgan. Tbilisimizniki pashta salkam 40 million yaqin qurib berganmiz, 38 shunaqaga qurib berdik a. Mana uchib yonadi o'zi bu. Bu yerda timer bor. Bir tarafi ishlash jarayonini ko'rsatadi, bir tarafi dam olish vaqti. Dam olib o'zi ishlaydi. Avtomatik o'sha havo chiqib ketishiga qarab turib vaqt qo'yiladi. Ishlash vaqti bilan dam olish vaqtini qo'yiladi mana. Bunda necha marta sug'orasiz aka hozir kunda? 2 tonna suv. Ha. 2 marta ertadan kechqurun sug'orasiz. Bir sug'organda 1 tonnadanmi? Ertadan 1 tonna, kechqurun 1 tonna. Ozuqalar ham bor. Ha, ozuqa qo'shib berib, tagida mana kapelnisani ham qurishimiz mumkin. Hali bunga kasallik tushmadi. Xudo xolsa yaxshi, hammasi barglar yashirib. Vitaminlar yetishmay qolyapti. O'sha Ha, bitta. Endi birinchi yil bo'lgani uchun biz ham Birinchi yilga yomon emas, ammo ko'chatlaringiz yashnab turibdi, qora, yashil bo'lgan, qora zangor-ku. Hozir sizga agronom bormi yo o'zingizda agronom? Endi agronom bor. Ha. Agronomdan maslahat so'rab turibmiz, lekin ko'proq o'zimiz qilyapmiz. Ha, ko'proq o'zingiz. Ha, tushunmagan joyimizni so'rayapmiz. Ha, tushunmagan joylaringizda. Endi o'zimiz ham dehqonmiz, ko'p narsasiga tushunamiz. Endi ba'zi bir tushunmagan joyimizni so'rayapmiz. Ha, tushundim. Bu suvni anaqasini ham o'lchadingizmi? Bu isi pashi deydi-ku. Liboy ozuqa bilan ko'tarilaverar ekan isi. Ha. Shunga bir so'raganimda o'sha barglar sarg'ayish bo'lganda shu isinchicha ko'tarasiz. Deyilganda nima bilan ko'taray desam, shu ozuqalarini qo'shsangiz ko'tariladi. Ko'tariladi. Endi yerda bo'lgani uchun boshqarish sal osonroq bo'ladi. Ha, istilajdan ko'ra.